Shamolni asl makoniga keldim. Xohlasa Buxorodaman. Bu joyga kelganlar bormi? Like bosib qo'ying, Buxoroni sizga tepadan eski shaharni ko'rsataman. Shamolda yig'ilib ketadigan darajada bo'lyapti. Orqa tarafdagi hozirgi Marara madrasasi. Kelib Amir Temur Oqposhsho kelib turib shu uchun men o'rislar yomon ko'raman, xafa bo'lmanglar. O'rislar dabdala qilib ketgan lekin bu shanoringlar. Shunchalar kuchli bo'lyapti. Maslahat qo'yotibdi. Parkda yonbosh dalish ko'rsataman. Mana g'ishtlarni tergan o'sha davrda. Bunaqasiga jarliklar bo'lgan. Mana bu ko'rinadiganlar eski o'sha terilgan g'ishtlar turibdi ichida orasidan. Shunchalik baland joy bo'lganda bu. Amillardan turib nayzani otgan dushmanga. Dushman tarafga nayzani majidini turib otgan. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz oldin to'g'ri shahar bo'lgan. Qoplab qolgan endi. Shahar tepasi bo'lganda bir uylar bo'lgan, vayronagarchiliklar. Hozirgi kunda bular hammasi vayronaga aylanib qolgan. Hali ham rekonstruksiya bo'lgani. Hech kimga qaraganda bu yerda 3dan biri saqlanib qolgan. Bu rekonstruksiya bo'lgan. Rekonstruksiya bo'lgandan keyin shunaqa joylar bo'lganlar. Xo'p, mana bu yerdan turib ham o'sha nayzalar otgan, qarshiliklar ko'rsatgan. Endi mana bu joyda bilmadim nima bo'lgan, nima qo'ygan. Gumbaz chaygan. Kamerasi yana nimalardir bor. Mana bu yerda shu nayza otadigan joylar. Mana eski yodgorlik. Qadimiy yodgorlik joylar bular, haqiqiy o'sha davrda nimasidir joylari. Mana bu joy ham xuddi shunaqa joy. Bir burchagida endi tepasi. Ko'rsa bo'ladigan joy. Yana ko'rinadigan joy. Bu tarafı xalq. Shogirdlar tashlamoqchi bo'lyapti o'zini ichidan. Eski xarobalar. Siz hali ham videolarimizga like bosmay ko'ryapsiz. Siz uchun biz sizda videoga olib yuribmiz. Like bosib qo'ying Hoji aka. Rahmat. Hali videoga olishda davom etamiz. Mana eski binolar, eski yodgorliklar o'sha davrdan qolganligi aniq ko'rinib turibdi. Bratanda aylanib yuribdi. Germaniyadan kelgan. O'sha joylar tuproqlari.